Siz sessiyani g'amini yemang. Oshdan yeng. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz, hormaylar. Yotonib, yana sizmi? Ha, kelin kutozizlarmi? Poylab yuribsizmi? Nima bo'ladi? Men dars o'tyapmiz biz. Muhabbat darsi emasmi, mabodo? Kakaz videosini oldim. Montajni qilib beraymi? Zapolografmisan? Nima xohlaysan yana? Keyingi safar hamma mustaqil chiqib kelsin, rasmlari bilan. Kim topshirmasa baho yo'q. Hamma video qilib topshirsam ham bo'ladimi ustoz? Dostonni topshirishi shart emas. O'zi mustaqil bo'ladi. Hali ustoz kamtarxonada edim, ozgina pul yetmay turadi. Karta raqam bilasiz-a? Yo'q, bilmayman. Ammo kelinoyim raqamlarni bilaman-da lekin. Popda, lakasi tasha, o'zim borib naqd to'layman. Bo'pti. O kakaz men ham chanqodim siz. Bitta beringchi. Qonim ichib ketganing yetmayaptimi, dostonim? Kelinoyim bilan birga ichsak yana ham zo'r bo'lar ekanda. Endi nafsing qursin-ma. Ammo nashsatni olchakdancham ustoz. Magazinga yugurib borib olib beraymi? Hada, men birov ichgan narsani tushunmanda. Hali naskini yudurmasang bo'ldi. Xo'p, atrobotkazi mavzusini gapiringchi. Hozir tayyormas edim ustoz. O'tolmadingiz ikki boring. Ustoz, men restoran mavzusini yozib keldim-da, qarang, u yerda yigit qiz bo'ladi. Bo'ldi. Bilishingizga ishonaman, dostonim 5. Ustoz, doston filmni bunaqa boshingizga chiqarib olgansiz? Ya siz so'ramang. Qarochi bir kuni tilim qursin. Jamila sizga ham 5. Ikkala ham sessiyadan o'tding, tezroq bitirib ketlaring. Yo'qol. Talaba bilan sevishmay o'l. Qo'yur qizim. Bu bo'lajak kuyovni ham olib kelmabsiz-da. Ko'rardik turg'i tarovatini. Ha, kelgan. O'g'iltoy, qani kiringchi. Assalomu alaykum. Keling qani o'g'il bola. Yengil kavaleriya-ku. O'q, balkim qora bo'l. Ha bo'ldi. Yana bitta. Yaxshi qiz, bekor o'tirmasdan tanishsak bo'ladimi? Faqat tanishamizni. Sevishmaymizmi? O'zi o'lib turgan ekansiz-da, ha? Bizning o'g'il rosa mehnatkash. Ertalabdan kechgacha ishdan kelmaydi. Nima ish qilasiz o'zi? To'lqi kayf qilaman. Men uchun adam ishlab qo'yganlar. Hamkasb ekanmiz-da. Mani qizim ham uydan ko'chaga chiqmaydi. Qorong'ulikdan qo'rqadi. Shuning uchun ham ismi Hayoxonda. Voy, 11 dan o'tib ketdi, yaxshi qiz. Sizga kechmasmi? Voy, menga endi tong otdi-yu. Endi tungi klubda dadingiz urishmaydilarmi deyman-da. Voy, nimalar deyapsiz? Bu yer meni ikkinchi uyim. Bizning o'g'il ichmaydi ham, chakmaydi ham. Sportsmen. Yana bitta. Tepmayapti-yu. Voy, sportsmen ekansiz-ku, ha? Yo'q bola, menga yo'qdi. Kelinam Bizbop aka. Qani bo'lsa nomni sindiraylik-a. Qara. Bo'lmaydi bu qizda-da. Nima bo'lmaydi? Ha, juda ham iboli, hayoli qiz ekanda. Men bu qizga mosmikinman deb o'ylanib qoldim-da, dadajon. Ey bolam, sen qanaqa bo'lsang, xuddi shunaqasi uchraydi. Bu senga taqdirni tuhfasi. Qani ilohomin. Muasa yoshlar baxtli bo'lsin-a. Allohu akbar. Bola, tabriklaylar, yangi mashina oldim. Isa qani yangi mashina olasan, oyiga 3 million topsang, men hisob kitobim bo'yicha 5 yilda olishing kerak-ku. Qaymi keladigan joylari bor-da? Iskurt kirisa, nima menga aytmaysan kelgan joylarini? Senga nima aytishim kerak? Ayni kimni nechmi topishini bilishim kerak-da. Sen hali ham turbina olyapsanmi? Boshqa kelgan joy yo'qmi? Yo'q. Bo'lsa menga ham aytib qo'yinglar-da bunda. Pensiyani pulga kelgan nosh kayfi boshqachada, onasini yebsin. O'rnash bor, nech pul olasiz pensiya? Bizni pensiya 2,5 million. Ha, normali Sobir amakidan ko'proq olar ekansiz. Akaniki 1,5 million. Endi biz ishlash taktaga. Ana Tolib bu urushga qatnashgan. U nech pul olar ekan pensiya? So'raylik qani. Aka, salfetkani. Bo'ldi uka. To'xtab tur, nech pul topasan mana salfetkadan? 100 so'm olasizmi? Ya, aytsan keyin olamiz. 300 ming. Fot bula, 300 mingmi? Men ham salfetka sotsam-mikan? Bola qorin ochib ket, tabiat qilamizmi? Menda pul yo'qligin. Bekorlar 5 tasini aytsan-da, kecha senga 2 million so'm avans tushgan. 500 ming krediting yechib oldi. 500 ming dadangga berding. 50 mingga payment qiling, 950 ming puling bor sani. Buxgalterlar ham sanchalik birovni pulini hisoblamasa kerak. Aka, mana narsa so'ka. Aka, mana shu narsalarni juda ko'pchilik olayotgan ekanda, ustiga nechta qo'ysa o'tasizlar. Yo'qqa ko'p qo'ymaymiz, o'zi qimmatmas-ku. Aytayinda qiziqaman-da. Qo'ying aka, magazinning siri-da. Aytmasasan, baribir bilib olaman. Bo'ldi aka, gaplashamiz. Hamma hisob berib $1 ga $1000 chiqar ekan. Bir kunda ikkitaga chiqsa, oyga $60 ming topadimi shunda? Qarz so'rasam berib turarmikan? Meniki qancha bo'ldi? 301 ming bo'ldi. Chiroyli qizlarga skidkamiz bor. 300 ming beraverasiz. Hazil ham o'qib qo'yarkansiz. Voy, pulim mashinada qolib ketibdi. Mashina olib chiqishi bor-ku, o'shda to'layveraman. Mayli. Chiroyli qizlarga yod olmayman-da. Rahmat. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchaydigan ish bo'lmadi-yu. Voy, pulim uyda qolib ketibdi. Men shu atrofda turaman. Yuring, uydan berib yuboraman. Mayli, unda keyin tashlab ketarsiz. Tashlab ketgim kelmayapti-da. Narsalarimni ham olib chiqib borardingiz. Unda uydan kimnidir chaqira qoling, birato'la pulni ham olib keladi. Hech kim yo'q-da. Yolg'iz yashayman. Yolg'izlarga yordam berish kerak.
Siz ham rosa ovora qildimi? Yo'q, ovorasi bormi? Pulini bersangiz bo'ldi. Mana narsalaringiz. Bu yoqqa o'zingiz olib kirib olarsiz. Yuring, muzdagina kompot qilib qo'yganman, tatib ketasiz. Endi to'xtang. Keling, namlik qilmasdan ochiqchasiga gaplashib olamiz. Kompot bilan rachot qilib yubormoqchimisiz? Xotiramning puliga qo'shib beraman. Unda mayli. Qani bir kompotizda. Xotin? Sen atilab uyushtirdingmi? Sen noto'g'ri o'ylayapsan. Magazinda narsalarning pulini uyda olib beraman dedi. Shunga keldimmi? Uyda beraman desa kiraverasizmi? Ha? Pulga qo'shib beraman dedi. Tushunmadim. Javohirmi? Alo, Javohir, qayerdasan? Bolalar bilan yig'layotgandik. Keladigan bo'ldingmi? Ba'zan yo'q o'rtoq, yotimman. Mayli, tuzalib ket bo'lmasa. Do'stlarni nagli chop bordimi? Afisdan qaroring. Assalomu alaykum. Nima buyurasizlar? Men hali tanlamadim. Siz nima yeysiz? Yigit sushi yeb qo'ydilar. Siz o'zingizga aytavering. Men nima qilib kelay? O'sha nima qilib bo'ldingiz? O'tiravering. Qana hisob? Singlim to'laverasizmi? Men nimaga to'layman? Bular beradilar. Yo'q, bular postoyanniy gadoy rejimdalar-ku. Bularda umuman pul bo'lmagan. Nima deganingiz? Qo'limdagi iPhone'ni ham bular olib berganlar. Yo'q, faqat do'stlarning yonida pul yo'q ekan-da. Bularni qizlarga sarflashni bilar ekanlar-ku. Yomon qo'shildingiz deb boru. Ha, endi nagli chop olgandan ko'ra qo'shilib turgan yaxshi-da. Voy, men charchab ketdim. Qo'lim og'rib ketdi. Bering sumkangizni ko'tarib olaman. Mavatsi, yigitingiz yomon mehribon ekan, ha? Mushiksiz do'stim. Mana nimaga do'stlar hasharga chaqirganda kelmay desak, siz sumkangizni ko'tarib charchab qolayotgan ekan-da, ha? Bo'ldi-da, ochil. E'tibor deng-da. Senga bu ham kam. Ertaga tobuting ko'chada qolib ketmasa bo'ldi. Do'stlaringni chopib ikki ishini qilding lekin. Ha, shunaqami? Nima edi? Ertaga mazam bo'lmay qolsa, mana shu xotin qaraydi. Sallamas. Shu yomon kunimda mana shu xotin yonimda turadi. Bolani-chi, xotin tug'ib beradi. Sallamas, tushundingmi? Sen hali do'stlaringga indamasdan bu qizga uylanib oldingmi? Qarang, jinimsan. Men uylanmayman-ku. Prosta gaplashib yuribman. Rostdan ham it ekansan. Ha, ochil aka, o'tiravering. Yo ustozdan qo'rqasizmi? Hay yo'q, nima qo'rqar ekanman? Duxga o'tirish yo'q, bizda o'tirsak o'tiraveramiz. Atak yeb qo'ymayman. Yo'maysan ham dedi, tish o'tmaydi-yu menga. Abid, akaratika bilan o'rdak go'shi. Ustoz, iltimos, atisini qilmang. Aybim nima mani? Oxirgi payt ko'p o'tirib qo'yapsiz ekanda uyda. Emdalaringiz ko'payib ketibdi. Boshqa o'tirmayman. Barcha akademik soatdami? Bilmadim, o'qigisi kelmay qolgandir-da. Kursdoshdan yig'ilib bir piknikka chiqmaymizmi? Bizga chiqaveramiz. Siz ustozingiz ruxsat berarmikinlar? Xo'ja, ustozdan ruxsat so'rab o'tiradiganlardan emasmiz. Kerak bo'lsa biz ustozga ruxsat beramiz-ku. Assalomu alaykum. O'ynashmagin arbob bilan. Ustoz, boshqa kursga o'tishim shartmi? Xohlasangiz birato'la отчисление qilamiz, bemalol piknik qilib yuraverasiz. Piknik qilmaylik. Sarmnozam boshqa kursga o'tib ketdimi? Nimaga qizi ketib qolyapti? Men bilmadim. Ochil aka, tezda birga o'tiraylik. Nimaga? Yordam berib yuborardingiz-da. Ha, mayli. Mohid, darsni o'qishni davom ettirishni xohlaysanmi? Ha? Bo'lmasa mendan uzoqroq yurgin, xo'p? Nega? Bo'lmasa attestini bo'lib ketishi mumkin-da.